endi Tasavvur qilyapsizmi? Deylik sizning farzandingiz ham boshlovchi bo'lsa, yonma-yon o'tirsa qanday bo'lar ekan? Zo'r bo'lardi. Bilasizmi, bu narsani men har doim orzu qilaman va albatta sizni tabriklayman bu mukofot bilan. Biz Said Muhammad Muhammadni ham chaqiramizmi? Studiyaga keling Said Muhammad. Said Muhammad keling. Keling ota. Mana. Barakalla. Assalomu alaykum. Aka. Har doim tayyorlar. Xush kelibsiz. Keling, o'tirishingiz mumkin. Yaxshi keldingizmi? Rahmat. Ertalab uyg'onishga qiynalmadingizmi? Yo'q, qiynalmadik. Yaxshi. Duetni hozir premyera qilib taqdim etsak teletomoshabinlarimizga. Doirangiz qizganmi? Qizgan. Tayyormisiz? Marhamat. Bo'lsam boshlaymiz. Boshladik. Marhamat azizlar. Sizlar uchun eksklyuziv premyera. Chiqavering yaqin. Ijodkor xalqim, ustozi azim, sizlarga qulluq, sizlarga ta'zim. Ijodkor xalqim, ustozi azim, sizlarga qulluq, sizlarga ta'zim. Qo'shiq kuylasak, sizga havola, xizmatda doim biz ota bola. Qo'shiq kuylasak, sizga havola, xizmatda doim biz ota bola. Qo'lni soz bilan, jur ovoz bilan, qalblarda jo'shgan dil ovoz bilan. Qo'lda soz bilan, jur ovoz bilan, qalblarda jo'shgan dil namoz bilan. Qalblarda jo'shgan dil namoz bilan. Qo'shiq kuylasak, sizga havola, xizmatda doim biz ota bola. Qo'shiq kuylasak, sizga havola, xizmatda doim biz ota bola. Tillarda doston, yaratib bo'ston, sizlar quramiz yangi O'zbekiston. Tillarda doston, yaratib bo'ston, birga quramiz yangi O'zbekiston. Birga quramiz yangi O'zbekiston. Qo'shiq kuylasak, sizga havola, xizmatda doim biz ota bola. Qo'shiq kuylasak, sizga havola, xizmatda doim biz ota bola. Xizmatda doim biz ota bola. Har doim xizmatda ota bola bo'lavering, marhamat. Marhamat. Bu menimcha shu maktab yakunlanayotganda maktabda ham ijro etildi. Albatta. Ustozlar uchun alohida bir ashorlar bo'libdi. Nima deysiz, shuncha ta'lim tarbiyalar bergan, endi nima ustozlar uchun shunaqangi bir yangilik qilib Zo'r bo'ldi, aytiladi chiroyli o'sha. chiqdi, juda Juda chiroyli xursand chiqdi. bo'ldilar ustozlar ham.